Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hurmatli bizning YouTube kanalida kuzatuvchilarimiz, yana bugun ham yangi bozor Hamzada ish qurdik. Hamza qishlog'iga bir qator ko'rsatamiz sizlarga. Bu yerda hozir 5 dona ish qo'yib berdik. Yana ishlarimiz. Zamoqlarni ham yaxshisidan qo'ydik. 08lik Matvidan qullab bilan 4 dan qo'yib berdik yana. Bunun razmerine geçsek, razmeri 90'a 2,5 oldu yine şu duruşu. 90'a 2,5. Bakası 1,5 milyon so'm yine şu duruşu. Nalishniki koronası hemen erzesi içinde. Ustanovka, dostavka, Xorazm, Karakalpak bo'yicha bor. Yine bir yandan bu ishlar. Yine bu yerda 3'sü bir joyda oldu bunu. Öz 2 etajda ekan bu. Yine bundan yukarıga çıkıp getiradi ekan, ziynati bor ekan şurada. Yine bu ichkarilari. Yine. Ona yukarıga çıkıladi ekan. Yine bir de yine bu eshigimizni ichkariga ochdik. Bir-birine mushak bo'lmaslik uchun ichkariga ochdik bunu. Yine bu inansa bağıyana çıkıp bitede ekanlar bu yerda. Zamoklar ham sonra kilit. Original zamok. Ular ham takiz ishlangan. Keyin bunda yana bir ishlar bu. Berilerine kumush svet qo'yib berdik yine. Takiz. Korobkasi ham 5 o'nlik rezinkalari qo'yilgan, sukma rezinka. Qulloblar ham yaxshi qullobdan qo'yilgan, qalin qullobdan. Shunday eshikdan kerak bo'lsa bemalol murojaat etaverasizlar. Telefon nomerlarini qoldiramiz shu videoning tagida. Endi bu yoqda yana uyalari hang eshiklarimiz bo'ladimi? Yaktamısınız Nechik? Avvalambor assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun balani bo'lak chiqarish harakatidamiz, xudo xolasa. Mana shu pivoli yigitlarimizga shu eshikdan buyurdik do'stlarim. Mana ko'ringlar. Dim ajoyib, meni ko'nglimdagidek eshik bo'ldi, xudo xolasa. Bir 30-40 yilga ketadi bu. Xudo xolasa, xudo xolasa. Shu zakaz etinglar, mama dim yaptı. Bakılası sizler hem afsuslanmaysizlar. Zor eshik. Rahmat. Acayip. Evvelden ko'rib o'tdim şu eshikni, odamlarnikini qurganlarini mana YouTube'da ko'rdim edim. Shu ko'nglim tushuydi shu eshikka-da. Ham arzon, unday qimmat emas. Kelishadi, xudo xolasa. Havo kelishga severamiz. Nega dastlabki bu yerga ketadi shu Xorazm oblasti bo'yicha. Havo. Şuna zakaz etinglar. Rahmat. Rahmat yurtdoshlar, yine. Zo'r ish. Mana o'zimiz zakaz. Aytilgan vaqtdan keldi axrang. Aytilgan vaqtda xudo xolasa 10 kunga bitiramiz dedilar. 10 kunning ichida mana eshiklar 5 dona eshik keldi, qurildi. Xudo xolasa. Endi qolgan ishlarni yana kelishaveramiz. Yuqori bor, eshiklari bor. Mana qo'ng'ishlar ham kelib aytib turibdi. Zakaz ettirdilar. Zakaz etinglar, afsuslanmaysizlar, xudo xolasa. Rahmat. Yana asa yurtdoshlar. İşlerimizni görüp boraverasizlar. Shunda ishdan kerak bo'lsa aytaverasizlar. Asa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaning ishlarini omad